Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Vikalinaning VL891D raqamli sharbat siqish moslamasi haqida ma'lumot beramiz. Qutini ochishimiz bilan birinchi bo'lib qurilma haqida to'liq ma'lumot yozilgan o'quv kitobchasi chiqadi. Qurilma komplektidan joy egallagan zamonaviy va mustahkam, yangicha dizayndagi 1 litr hajmga ega bo'lgan sharbat idishi qutidan chiqadi. Eng so'ngida esa 1000 volt quvvatga ega bo'lgan 5 xil tezlik funksiyasini o'z ichiga olgan ovozsiz ishlaydigan sharbat siqish moslamasi qutidan chiqadi. Qurilmamizning elektr shnurining uzunligi 1,5 metrni tashkil qilib, boshqa qurilma shnurlaridan o'zining sifati va mustahkamligi bilan ajralib turadi. Chiqindi idishining hajmi 1,8 litrni tashkil qilib, quruq chiqindilar shu idishda to'planadi. Sharbat siqish jarayonida meva yoki sabzavotning suvi ajratib olinadi, ammo po'stlog'i va tolalari chiqindi sifatida ajratiladi. Shu chiqindilar chiqindi idishiga yig'iladi. Endi navbatda meva bosuvchi piston. Meva yoki sabzavotni teshikka solgandan so'ng, uni shu detal yordamida pastga bosamiz. Shu orqali mahsulot to'liq siqiladi va sharbat maksimal chiqadi. Endi navbat yuqori himoya qopqog'iga. Bu qopqoq sharbat chiqargichning yuqori qismiga o'rnatiladi. U mevalarni maydalash bo'limiga xavfsiz solish va ishlash vaqtida sharbat sachrashining oldini olish uchun xizmat qiladi. Navbatdagi detalimiz metall pichoqli filtr bo'lib, bu filtr mevalarni maydalab, sharbatni ajratib beradi. Ichidagi tishli pichoq mevalarni tezda maydalaydi. Teshikli qismi esa sharbatni o'tkazib, po'stlog'ini ajratib turadi. Bu detalimizdan esa tayyor bo'lgan sharbat chiqadi. Navbatdagi detalimiz filtr o'rnatiladigan asosiy idish bo'lib, bu moslamaning filtri va pichoqlari joylashtiriladigan asosiy idish hisoblanadi. Ish paytida maydalangan meva bo'laklari shu idishda to'planadi. Endi esa sizlar bilan moslamani to'g'ri yig'ishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib filtr o'rnatiladigan asosiy idishning quruq ekanligiga ishonch hosil qilib, motor blogiga mahkam joylashtiramiz. Endi esa metall pichoqli filtrni joylashtiramiz. Filtrni joylashtirishda uni joyiga to'liq tushganiga ishonch hosil qiling. So'ngra chiqindi uchun ajratilgan chiqindi idishini o'z joyiga joylashtiramiz. Endi esa yuqori himoya qopqog'ini o'z joyiga to'liq va mahkam o'rnatamiz. So'ngra bosish tayoqchasini o'z joyiga joylashtiramiz. Eng so'ngida esa qulf dastakchasi yordamida qurilmani qulflaymiz. To'liq qulflanmagan holatda qurilma ishlamaydi. O'zining maxsus sirpanmaydigan rezina oyoqchalari bo'lib, qurilmani ishlash paytida siljib ketmasligiga yordam beradi. Qurilmaning sensorli boshqaruv paneli mavjud bo'lib, u orqali 5 xil tezlikni va pulsi rejimini boshqarish mumkin. Barcha mahsulotlarimiz haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz YouTube va Instagram sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Vikalina siz va oilangiz uchun.